Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bizda bugun ajoyib so'rovnoma, ya'ni Germaniyadagi hamda O'zbekistondagi talabalar ham o'qib, ham ishlab qancha pul topishligini so'rab ko'ramiz. Bitta savolim bor sizga. Qayerda o'qiysiz? Narxozda. Narxozda. Nechinchi kurs? Birinchi hali yangi kontrakt. Qancha kontrakt summasi? 12 million. 12 million. O'zingiz to'laysiz yoki uydagilar? O'zim. Ha, shu uchun ham ishlab, ham ishlab. mehnatni yomoni yo'q, to'g'rimi? Mehnatni qorasi yo'q deydi. Qancha oylik daromad orttiryapsiz? Mana hozir dastlabkida ishlayapsiz, to'g'rimi? Dastlabkida qancha qoladi? Kunlik qancha? Kunlik 180, 150, 200 da qoladi. Milliy universitetida. Yo, o'z mana O'zbekistonda ham o'qib, ham ishlash uchun talaba qancha pul topish kerak? 10 millioncha bo'lsa kerak. 10 millioncha. Chunki xarajatlar ko'p-da. Shu 10 million topsangiz yetaman deb o'ylaysizmi o'zingizga? Masalan, hamma xarajatlaringizni bir oylik. Bilmadim. Taxmin qilib ko'ring. Yetadi. Milliy universitet. Milliy universitet 5-kurs talabasi. 4-kurs. Mana ham ishlaysiz, hozir mana ishdasiz. Mana O'zbekistonda talabalar ham o'qib, ham ishlab qancha pul topsa bo'ladi? O'zingizdan qiyos keltiravering. 5 million oshib bemalol topsa bo'ladi. Bemalol topsa bo'ladi. Misol uchun shu mana 5 million sizni qoniqtiradimi? 5 million to'g'risi uncha qoniqtirmaydi. Nech pul bo'lsa mana mayli, yashasa bo'ladi derdingiz. No, baribir endi agar Toshkentda qiyos qiladigan bo'lsa, 10 milliondan baland, endi normalniy. Nizomiyda? Nechinchi kurs, qaysi fakultet? Tabibanlar. Nech pul kontrakt? 8 million 623 ming. Kim to'layapti? Uydagilar. Uydagilar. Shundan. O'zingiz-chi misol uchun ishlab yordam berish? Yo, o'zim yashash uchun ishlayapman. Yashash uchun kurash. Qayerda ishlayapsiz? Nima ish qilyapsiz? Sir bo'lmasa. Shu kunliklarda. Kunlik ishlarda. Shunday. O'rtacha qancha pul topasiz kuniga? Kuniga shu 200-300. Oyiga hisoblasak-chi, sof qoladigan foyda? Foydami? Shuni qiziqtirgan savol, Germaniyada studentlar umuman shu yerda o'qiyotgan, kollejda, universitetda o'qiyotgan talabalar qancha pul topadi? Germaniya universitetlarida o'qiyotgan talabalar oyiga taxminan 1000 yevro atrofida daromad topadi va bu O'zbekiston so'mida taxminan 13-14 million so'mga to'g'ri keladi. Bu albatta qilayotgan ishlariga bog'liq. Masalan, dastavkada ishlaydigan o'zbek talabalari Chivi yoki restoranda ishlaydigan o'zbek talabalari Chivi hisobiga undan ham ko'proq daromad topishlari mumkin. Germaniyaning kollejlarida o'qiyotgan, ya'ni Ausbildung qilayotgan talabalar biroz yuqoriroq daromad topishadi. Ularning daromadi 1500 dan sal yuqoriroq hisoblanadi. O'zbekiston so'mida taxminan 19 million so'mga to'g'ri keladi. Siz qaysi yo'l bilan kelishingizdan qat'iy nazar, Germaniyadagi ish beruvchilar sizdan albatta til bilimi talab qiladi. Shuning uchun nemis tilini o'rganing va Germaniyada ko'rishguncha. O'rtadagi farqni o'zingiz ko'rib guvoh bo'ldingiz. Agarda hali sizda imkon bo'lsa, 10-11-sinfda o'qiyotgan bo'lsangiz, Deutsch School sizdan kutyapti. O'zingizni, kelajagingizni, orzuyingizni Germaniyada quring. Salomat bo'ling.